Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Bugünkü dersimiz kitabımızdaki 3. kısmı. El-Kavaid el-Usuliyye el-Lugaviyye degan çoğun teminin astidagi 4. kaide gayrul vadih ad-dalale. Yani lafzlarning ichidagi ifodasi ro'shan bo'lmagan turlar haqida. Yani bugungi darsimiz qulay dars. Yani chunki oldingi darsimizda biz so'zlar ichidagi, lafzlar ichidagi ro'shan bo'ladiganlarini, ro'shanlikning darajasini, shu darajalarga qarab turib qiladigan muomala, shu lafziga qiladigan muomala yoki lafzni iladigan hukm aniqroq aytgan vaqtda mush qatorliq masalalar aylanishgan bo'lg'achqa bugungi darsni shuning dal tam aksi shaklda tushunsak bo'ladi. Ya'ni oldingi 3-qoidamizda biz so'zlarning ma'no ifodalashdagi ro'shanlik, vuduhlik nuqtasidan darajaga bo'lib, oldi bilan zohir, eng tuvan tur, ya'ni tuvan daraja, undan yuqoriroq nas, o ma'lum farq bor ikkisiniki, undan yuqoriroq mufassar, undan yuqoriroq muhkam deb ayirgan bo'lsak, bugun dal shu mazmunning dal tam aksi tushunchaninki xafiylik nuqtasidan, mujmallik nuqtasidan, yushurlik nuqtasidan bir necha darajaga bo'lamiz. Ya'ni bir so'zdan oladigan ma'no tushunchimiz azroq maxfiy bo'lib qolsa, uning ismi boshqa. Masalan, xafiy degandek. Bakroq bo'lib qolsa, ma'lum farqlari bor-da, buning ismi mushkal degandek. Yani bakroq bo'lib qolsa, uning maxfiyligi, ma'noninki uqumsizligi, mujmalligi, uning ismi mujmal degandek. Yoki eng og'ir darajada maxfiy, ya'ni hatto uqulolmaydigan, bilgilolmaydigan darajada bo'lib qolsa, buning ismi mutashabih degandek bir turlarni bayon qilamiz. Bu masala nima desa, biz oldingi soatda bayon qildik. So'zlarningki ifodalamoqchi bo'lgan ma'nosi, degichininki shuni ifodalash uslubiga qarab turib o'xshamaydi. Ba'zida zohir shaklda, xuddi ilgari dars tushuntirilgandek, ba'zida nas shaklda, ba'zida mufassar shaklda, ba'zi muhkam shaklda tushuntirilsa, ba'zi vaqtlarda so'zning ma'nosini tushunishda ma'lum bir omillar tufaylidan yoki so'zlik uchun qo'llangan usullari tufaylidan tushunish sal qiyinlashadi, bakroq qiyinlashadi. Yoki eng qiyinlashidi yoki tushunilmaydigan bir holatlarga yetadi. Dal naslarda mashta ahvol bo'lib qolsa, buni qanday muomala qilamiz? Mushu masalani, masalan, bugungi darsning asosiy temasi maxfiylik, xafa yoki mujmallik deb tushunsak bo'ldi Uyg'urchada, ma'noning tutuqib qolishi, mujmal bo'lib qolishini qanday hal qilamiz? Qanday shaklda oydinlashtiramiz? Nima-nimalarga tayinib oydinlashtiramiz? Bir qism aydınlaştırılıp bo'lmaydigan, açıqlanmaydigan ma'nolarni qanday muomala qilamiz degandek mush mazmunlar so'zlanadi. Ilgirki darsni tushungan bo'lsak, bugungi darsni dal aksi, tam aksi deb tushunsak-la bo'ladi. Shu bo'yicha muomala qilsak bo'ladi. Shunga bugungi darsda biz baq qiynalmaymiz, ha. Endi bugungi darsimizda shu ilgirki darsimizga o'xshashlar, darsning 5idagi qizil ranglik katakçının içine ep koyulgan mazmun bugünkü umumi dersinin bir nimesi xulosasi. Biz bir anlap bakaylık hani. Daha da aptor. Gayrul vadih ad-dalale minen nusus. Yani neslerinin içindeki manası aşkar olmagan turu degen. Biz hele kaldığımız saatte manası aşkar olgan degen neymi dese, onun ifadelenmekçi olan mana aşı sözünün üzüldülen çıksa, sırtkı bir amil ya çöndürüşki karşılık bulmasa, yani demek ki biz şu sözün ma'na maqsadini tushunishda yeni bir narsaga muhtoj bo'lmay, anglagan hamon, o'qigan hamonlar tushunoladigan bo'lib qolsa, vodi. Anagan degan g'ayrul vodi degan nima bo'lsa, dal tam aksiki biz şu so'zni o'qigan hamon, ko'rgan hamonlar, anglagan hamonlar tushunolmasak, so'zning o'zida shu so'zning qanday ma'no ekanligini ifodalaydigan bir omil yoki bir holat yo'q. Sizga sözün uzun çıkmaydı o ma'nosi. Belki yeni bir narsaga, yeni bir omilga, yoki yeni bir tushuntiruvchiga muhtoj. Yoki tushuntirush uchun bir ishlarni qilishga muhtoj bo'lib qolgan bo'lsa, ma'vu oldingi darsning dal aksi bo'yicha nima bo'ladi? G'ayrul vodih. Ya'ni uch qolmagan so'zlar bo'ladi. Abtur tushuntirib deyotdi va huwa ma la yadullu alal murad min. Ya'ni shu so'zdan bo'lgan maqsadni aşı sözünün siğəsindən üzülən ifadələməydiğən söz. Yani sözün özünün mənası çıxmaydı.
Balki onundan sözün bo'lgan maqsadni tushunish sirtqi bir ishga qarashli bo'lib qoladi. Ammo yag'icha g'ayrul vodihning izohati. Endi biz oldingi sonlik darsda vodihni 4 darajaga bo'lgan ma'lum farqlar bilan. Endi mush yag'icha biz g'ayrul vodihni tushunib bo'ldik. G'ayrul vodih degan umuman xulosaga vaqtda sirtqi tayanmay turib o'zini changilolmaydigan bir so'z ekan. Endi shuningdagi azroq bir farqlar tufaylidan g'ayrul vodihning darajalari, turlari, tarmoqlari bo'linadi. Shunga turda o'tadi. إن كان يزال خفاؤه بالبحث والاجتهاد mujtahidninki bahs qilishi, izdinishi va ijtihod qilishi orqali buning maxfiyligi yo'qolsa degani bu so'zdagi uqumsizlik, tushuniksizlik yo'qolib, ma so'z tushunilsa bu so'z ya xafiy bo'ladi ya mushkil bo'ladi. Unda hozircha xafiy bilan mushkalninki hozirgi navbatga tushunish o'xshab qoldi. Buning farqini sal turib chiqaramiz. Agar uning maxfiyligi shari'ning o'zi tarafdan tushuntirish orqali yo'qolsa, bu mujmal. Unda ma'vo oldingi sonlik darsimizdagi mufassirning aksi. Ya'ni nima degan gap desa, mufassir tafsir qilinishdan ilgari mujmal hisoblanadi. Hali biz oldingi sonlik darsimizda mufassirni ikki xil tushundirdik. Shuning ikkinchisida so'z shari'ning o'zi tarafidan tushuntirilsa, boshqa mufassirlar o'sha tarafidan emas, o'zi tarafidan tushuntirilsa, mufassir dedik. Shu shari'ning o'zi tarafidan tushuntirilishdan ilgari holatda nima? Mujmal. Ya'ni mujmal holat. To'rtinchisi, agar uning maxfiyligini yo'qotishga, ya'ni so'zning mazmunining tuqliqini yo'qotishga asla yo'l olmagan degan gap tushungili bo'lmasa, bu mutashabih. Bu qanday gap desa, Qur'on bir ilohiy kitob bo'lish bilan nurg'un haqiqatlarni o'tirib qo'ydi, nurg'un masalalarga tegish qiladi. Bu masalalarning ichidan anglash, iymon aytish, shunda deb qarash tegishli masalalar borki, biz tushunmaydigan. Buni degan gap desa, insonning hozirgi navbatdagi dunyoda yashagan holatdagi aql idrokatidan yo'qirishlar. Masalan, Alloh bizga jannatning borligini, do'zaxning borligini, hisob kitobning borligini, tirilishning borligini hammani so'zildi. Qiyomatning oldida qabrda azob borligi, atrofimizda farishta borligi. Bu nuqtalar hammasi bizga nisbatan ishonishga tegishli bunda hukmlar. Ama bunun ichiga kirildi desa, navbatga bizning ahvolimiz bunga bo'lmaydi. Malaikani ko'zimiz bilan ko'rmaymiz. O'zimizning ajallarni o'zimiz o'qimaymiz masalan. Qabrdagi azoblarni biz hozir o'qimaymiz. Qiyomatdagi jannat va do'zaxning ahvoli bizga nisbatan noma'lum. Bunda masalalar, shuning o'xshamaydi boshqa masalalarmi bor. Ma'lum bir turi, undan boshqa turlarmi bor. Ya'ni biz uning mohiyati, xarakteriga kirmaydigan bunda bir hukmlar bor. Hukmlarni biz Qur'oni Karimdagi yoki hadislardagi mutashabih, ya'ni buni tushunishga, xarakterini tushunishga, mohiyatini tushunishga asla yo'l yo'qdir. Ma'ni aytishmaymiz degan gap. Ma'noni tugalar. Shunga Imom Malik rahimahulloh shunday gap qilsa, buning imoya etish vojibligini shu paytda tushunish kerak. Nima deyilgan bo'lsa shu hukm bilan, ammo uning ichiga bahs qilib kirish, iznib kirish, qandoqdir deyish bitadi. Chunki u dunyoda bayon qilinmaydigan soha u. Insonning aql idrokatidan sir soha. Biz Alloh jafotat qilganimizda unda taraflarni shu mutashabih shaklda g'ayb degan nomlar bilan masalan uni bizdan to'xtatdi bo'ldi. O'zingni bika uğraşma bununla. Bika o'zingni charchatma degandek asosda. Xo'sh. Kelaylarda olsa biz 3-qoidada vadiyut dalalaning darajasininki wuzuhliqda farqlanadiganligini deb o'tdik qaddamna. Va bayyana fi tilkal qoida shu qoidada vadiyut dalalaning qismlarini bayon qilib o'tdik. Endi biz bugungi qoidada g'ayri vadiyut dalalaning qismlarini, maxfiylik martabalarini, aşı maxfiylikni nima bilan yo'qotildi, mushtaraflarni bayon qilamiz. Oldingi darsning aksi. Endi usulillah g'ayri vadiyut dalalarni 4 qismga bo'ldi. Ham oldingi o'xshashlar xafiy, mushkal, mujmal, nima mutashabih. Ma'vo tuandikisi hamda tuandikisi mushu 4 qismning har biridan istilohan maqsadni bayon qilishning amaliy ahvol bayoni va uning misollari va hukmlari bo'ladi. Biz ko'rib o'taylik. Asosan biz bugungi, ya'ni 4-qismning mazmunini ilgari tushunib bo'lgancha asosan misol bilan o'tib ketsak bo'laveradi hozirlar. Anos kilayli xafiy degan nima desa, xafiydan murod usulillohning islohida. Endi men oldingi soatimda deb
o'tdim. Bir kasbiy atalg'u so'zlar kelgan vaqtda lug'at ma'nosini shunda ma'ning lug'at ma'nosi ma'vitdi, istilohiy ma'nosi ma'vi ekan, ikkisini o'rtasidagi munosabat ma'vi ekan deb bog'lab o'tib ketsak bo'ladi. Lug'at ma'nosiga eslab olish qolmay. Maxfi desa, xafi desa, maxfi deb uni o'ylash qolmay. Anas xafi degan nima desa, xafi degani emas. Usulullohning istilahida al-lafzul ladzi yadullu ala ma'na dalalatan zahiratan. Ya'ni xafi deganimiz shuna bir so'z. Biz hozir bahs qilayotganimiz so'z amaliyotda. Yuqoridagi 3-qoida olsun, hozirgi 4-qoida olsun so'z. Bu so'z o'zining ma'nosini oshkor ifodalaydigan. Ma'nosi aniq. Ma'nosida masala yo'q, tushunishda masala yo'q. Lekin shu ma'noni, shu so'zning ma'nosini afrodlarning ba'ziga tatbiqlashda bir turli tutuqliq bor degani so'zning ma'nosi aniq. Amma avu muşno tahta kiramdu, al. Ma söz a'anın mağamdı. Muşada. Endi del bu xafilik qanday xafilik desa, buni yo'qtish sal nazarga, ta'ammulga muhtoj bo'ladigan maxfiylik va g'umuzlik va g'umuz va xafa degani bir turlik, bir tutuqliq va maxfiylik va ki tahtajan hospiti. Ya'ni bu tutuqlikni yo'qotish uchun sal ta'ammul qilib o'yilnish, har birining xarakterini belgilash, selishtirish to'g'ri keladi endi. Shuning bilan lafzi mushu afrodlarning ba'ziga nisbatan xafiy degani bizda do'qqo so'z aniq ma'nosi. Bu so'z bir necha sohaga udul kelishi mumkin. Hammaga o'ziga oldi, mana o'ziga oldi. Men qarasak o'ziga olamdi, ammamdi. Mushun tahtaga kirmamdi. Mujtahid izlanadi. Mushundagi xarakter, illat, sabab ana tepilsa kiradi. Tepilmasa kirmaydi. Anoganda mush bahsi qilinishdan ilgari lafzi halaqa to'g'ri kelish kelmaslik bir xil g'umuz bo'lib qolgan, tutuq bo'lib qolgan tarafga nisbatan xafi degan atalg'i bilan sifatlanadi. Endi tutuqlik asli nadan paydo bo'lgan desa, annal fard. Bir fard deydi. Bir fard degan bayatning so'zini demakchi endi. Buningda boshqa yoki bo'lmasa so'z tatbiqlanadigan shu so'zning juz'iyatlarini demakchi. Bir fard yani bir ma'no yoki bir uqum yoki bir turda boshqa turlarga nisbatan ortiq sifat va yoki uningdan bir sifat kamlaydi. Yoki uning ayrim bir ismi va. Masalan, mush kitobda bizga beradigan bir misol va sariq desak, Qur'oni Karimda o'g'ri haqida as-sariq va as-sariqatu faqta'u aydahuma. O'g'ri degan bir ibora bilan buningga ma'lum bir had hudud shaklda jazo to'xtatdi. Bu masala bizga nisbatan aydin. O'g'ri deganning nima ekanligi ham aydin. Ammo o'g'rilarningki qo'llanadigan uslubining o'xshamasligiga qarab ba'zi igisi bayada ko'miga evaldiganlar bor. Ya'ni qo'qol seplan. Ko'z oldida iplom qochadiganlar bor. Qurol tanlab turib, tahdid ostida evaldiganlar bor. Biz yo'q yerda evaldiganlar bor. Bularning hammasiga o'g'ri degan ism to'g'ri keladi. Lekin da qarab baqsak, ba'zi o'g'ridan sal ortiqcha. Asli o'g'ri deganning asli ma'nosi xalqning mulkini qo'g'dalgan, saqlanadigan bir doiradan, masalan, uyda qo'yib qo'ygan yerdan, qulib sap qo'ygan yerdan, egisi yo'q vaqtda maxfiycha aktish o'g'riladi. Anda qurol orqali tahtisab bir narsani bulang-talang qilish, ko'z oldin iplom qichish. Arab tilidami buning ayrim bir nimasi va atalg'ulari va masalan. Masalan, bulangchi degandekcho, qaraqchi, qo'tta turuq, G'assob degandek. Mana ayrim atalg'ulari va tarrar degandekcho. Ammo endi bir turk o'g'irlar va xalqning mulkida bo'lmagan narsalar, masalan, bir misol olsak, qabristonlikdagi hozir unda ahvol yo'q-ku endi. Faqat asar atiqa sifatida qo'lusi qo'laydi, ehtiyoj tufayli qabristonlik qo'lmaydi. Masalan, xalqning kepalliklarini o'g'irlaydigan o'g'irlar va o'z vaqtlarida, masalan, kiyim-kechak qis vaqtlarda masalan. Bu halaqa qabristonlikning ichidagi narsalar asli xalqning mulki emas. Bu halaqa g'ayrimarg'ub, xalq qiziqmaydigan bir narsa, lekin o'g'irlandi. Bu odatdagi o'g'ri qargan vaqtda asal to'nroq bo'lish kerak tabii. Endi o'sha o'g'ri degan so'z shu kepankash nabbash. Halaqa tarrar yonjiqchi masalan, g'osib masalan bulangchi, qo'tta turuq qaraqchi masalan. Bularga hammasiga o'g'ri deb ishlatishga bo'ladi, lekin biz o'g'rini qilgan tarifatdan ortiq kam taraflari bor. Nabbash desa sal kamroq chiqadi. Biz tushunadigan o'g'ridan sal to'nroq ham bu. Qatiyo tariq desa masalan,
Qaraqçılıq qılır desa, onun da fəvqəladə jiqraq işlər var, onun da Qur'an arqılıq təhdid edib alır bir nəslərini. Demək ki, muşu oğru degan aşılağı to'g'ri kelamdi, o'g'rining ichiga kiramdi, kirmamdi, kirsa qanday kiradi? Shu qaroqchinimi mushu o'g'riga o'xshashlam qo'lni keslam bo'ldi qilamizmi? Yoki kepankashnimi qo'lni kesib o'g'riga o'xshash muomala qilamizmi? Mishhat bir xil g'umuzlik, xafaliq va mujtahid dal mushu masalani bahs qiladi. Ya'ni xarakter jihatda qanday ma'nodan tuanmi? Tuan bo'lsa qo'li kesilmaydi. Masalan, yuqurmi qo'li kesilishdan boshqa yana bir jazolami birlamda qo'shilib masalan degandek mana mushuning o'zi mushu sariq degan lafzi biz ta'rif qilgan o'g'ri degan mazmundan boshqa xildagi o'g'riliklarga boshqa turdagi yomonroq o'g'riliklarga nisbatan xafiy lafzi hisoblanadi. Xafiy deganning misoli shu. Shuni olib turdi-da bu yerda. Ya'ni fard degani shu bayat men tushungan haliqi o'g'riliklarning turlaridan bir turda başqa afrodlarga nisbatan ortiq sifat var. Ortiq sifat degani haliqi qaroqchi boshqalardan ortiqroq hamda u. Yoki uningdan bir sifat kamlaydigani kepankash odatdagi o'g'ri degan ta'rifatdan haliqi kam ham. Chunki o'g'rini haqning mulkidagi bir narsani o'g'irlasa, u haqning mulki emas, masalan, yoki g'ayri marg'ub bir narsa. Yoki uning ayrim ismi yoki yuqoridagi men degan turlarning hammasining ayrim ismi var. Ana mushu ziyodlik, mushu kamchilik yoki ayrim atash buni bir xil shubhilik o'rinda qo'ygan. Mushu ikkisi birmi, o'g'ri bilan qaroqchi birmi, bulangchi birmi, kepankash birmi? Yoki emasmi? Ano'g'ani labzi dal mushu partga, iliqi maxfiy bo'lib qolgan partga nisbatan nima xafiy hisoblanadi. Chunki labzining ofatni o'ziga kelishi labzining o'zidan tushunilmay, balki tashqi ish bo'lishi kerak. Labudalahu min amrin xoriji degan tashqi ish bo'ladi. Ya'ni mujtahid uni qaytadan ijtihod qilish kerak. Masalan, buning misoli o'g'ri degan labzga kelsak, buning ma'nosi oshkor emadam tushunadi buni. Bu yana o'g'ri degan kim o desa, boshqalarningki mülk, bahaliq, bayatni g'ayri marg'ub dedim men. Boshqalar baho qo'yib qiziqadigan melini shuning o'xshagan bir qo'dildigan doirada, degani ana haq qo'yib qo'ygan emas. Qo'diladigan mana ekamisin deydigandek bir yerdan maxfiycha akitishni aketgan odamni o'g'ri deymiz. Bu masala aniq. Lekin mushu ma'noninki afrodlarning ba'ziga, o'g'rilarning ba'ziga tatbiq qilinishda ozroq bir tutuqlik bor. Masalan, deylik, nashal terror bu haliqi yangicha deb qo'yamiz hozir. Bu haliqi malni hozir odamdan, uyg'oq, naq ba odamdan bir xil mahorat bilan, bino'i minal mahar va qo'l yengilligi, ko'zni bo'yashma, musaraqatul a'yun gap, ko'zni g'ilfal qilish degan gap, haliqi ko'z bo'yashlarlar eviladi. Shaqqida. Mana bu haliqi o'g'riga nisbatan o'zida bo'lgan bir ortiq sifat bilan farqlanadi. Yo'g'ayri degani farqlanadi. U o'simi o'g'rilikni jur'at qilish. O'g'ri asli biz taraf qilgan o'g'ri yushun aktido. Mavash ko'z oldida ham bunda mana qiliblan, so'qalganni qiliblan, mana bir usiblan evaladigan gap yo'qtinda. Shunga bu ayrim bir ism bilan masalan terror deb atalgan. Endi dal o'g'ri degan lafzi shuningga to'g'ri kelamdi. To'g'ri kelib qolsa fatuqta uyaduhu. Uning qo'li kesiladi. Yoki to'g'ri kelmamdi. To'g'ri kelmas qo'li kesilmay fayuaqabu ta'ziran. Ta'zir sifatida boshqa shakl jazolanadi bo'lib qolsa. Endi ijtihod bilan ittifoqan shu sabit bo'ldiki, bu terrorninki qo'lini kesish vojib. Dalalatin nas yo'lidan. Chunki biz oldingi bir darslarda dalalatin nas deb bir ifoda yo'llarini o'qigan, ya'ni ma'lum bir so'zga tushgan hukm buningdan kuchlikroq, kuchlikroq hukm tepiladigan bir narsa aytadi. Masalan, wala taqul lahum uffin desa, uff deyish harom bo'ldi-da. Uff deyish nima uchun harom desa, aziyat o'g'anliq tufayli. Endi urush tillashda aziyat texnik ko'p bo'lganlik uchun buni bir tariqalar harom qilyapti emasmi? Ya'ni ma'lum narsaga tushgan hukmni shuningga o'xshaydigan yoki shuning hukmi tepiladigan, bir tariqalar tepiladigan talablarga tatbiq qilinadi dalolat nasda. Ma'nodimi o'g'rining qo'lini kesgan yerda, o'g'ri degan odam yo'q yerda, maxfiy, mana igisi yo'q narsani oladi. Mana ko'z oldida oldigan bo'lg'achqa ko'z oldida igisi yo'q yerda o'g'rilik qilgan o'g'rining qo'lini keskaydi. Mana bir tariqa ular kesimizda. Chunki u hukmga avlo qaysi nuqtadan desa, o'g'rilikning illati manada ko'proq tepiladi. Aksar tavafuran degani ko'proq tepiladi. Bu bir misol. Ikkinchisi nabash, masalan, ma'bayatning terror ortiq sifat. Nabash qanday sifat desa, kim sifat? Nabash degan qanday odam desa, nabash deganimiz odatda mavtalarning qabrlaridan, uluklarning qabristonliklaridan g'ayri marg'ub bo'lganda, qiziqmaydigan mallarni og'uchi kepangash deb qo'yamiz endi. Ularning kepanliklari, kiyimlari degandek. Bu o'g'rilar farqlanadi. Yughayru sariq. Qaysi nuqtadan desa, bu
ma'lum xalqning mulkidagi narsani hirzdan qo'g'dilgan doiradan olmaydi. Mana o'qitdan bu ayrim rasmlar atalgan. Endi o'g'ri degan so'z mushu nab boshqa to'g'ri kelamdi. No'b qasa fatuqtahu yaduhu. Qo'li kesiladi. Yoki to'g'ri kelmamdi, qo'li kesilmaydi. Fayuaqabu ta'ziran ta'zir shaklda. Mushuni bahs qildigan gap. To'g'ri kelsa qo'li kesiladi, to'g'ri kelmasa qo'li kesilmaydi masalan. İmam Şafii, İmam Ebu Yusuf qatarlıqlarning bunda bir fikri keldi. Yani bu mu o'g'ri hisoblanib qo'li kesiladi. Ammo Hanafining qolgan imomlariga bunda bir fikr keldi. Yani bu o'g'ri emas. Buni cheklaydigan jazo bilan ta'zir shakl jazolanadi, qo'li kesilmaydi. Chunki uningki g'ayri marg'ub bo'lgan molni elishi va yoki hech kimning mulkida bo'lmagan molni elishi va yoki u molni min g'ayri hiz degani qo'g'dalmagan bir doiradan xarolmaydigan bunda qulpsanmagan yoki mana doiradan elishi bir shubhi bo'lib hadni tushugizdi. Chunki hadlar shubh bilan qanaqa vaqt tushib ketadigan gap. Shu o'g'ri deganlar to'g'ri kelmi? Demak, mush birlik mujtahidlar orasidagi ijtihodiy masala. Ham biz bu yerda imomlarning bu to'g'ri fikrining qanday bo'lishi bu maqsad emas. Maqsad nima desa, xafi degan ashta narsa. Xafi ma'nosi emas. Ammo o'sha ma'noninki bir afrodlarga nisbatan masl kelamdi, kammamdi mush masala. Yani shuningdek qotil degan so'z, masalan payg'ambar alayhisolamninki la yariful qotil degan so'zi. Qotil murasammaydi dedi. Ammo qotil har xil bo'ldi. Qasdan qotil, sahvan qotil masalan, shibhi amd qotil deb bir uch turli qotil bo'ldi masalan. Yana bu xatan qotilni o'ziga olamdi yoki o'lishga sabab bo'lgan qotil va o'zi o'ltirmagan sabab bo'lgan yoki o'ziga ammamdi. Masalan bu muallaq mujtahid mushni bahs qildigan bir tur mushning o'zimi bir xafiyamda satqıcı müşteriden bir pul ne mebi'nin pulusunu satqan malının pulusunu elib elib eşip qalğanı qaytırdıqanğa apdı. Mesela ben bir kitaptan birini yoki bir narsani sat demen do'konchi qarshi taraf menga 100 so'm berdi elingga deb. Men uningga 40 so'mni elib elib 60 so'mni qaytarishim kerak, lekin 100 so'mni aplam yo'qolib ketibdi men. Faqtafa. Endi mushumu o'g'rimi? Yani onu o'g'ri deganlar to'g'ri kelamdi yoki omonatga xiyonat qilamdi. Bu omonatga xiyonat qildi deb qolsa, buning jazosi yo'q. Bu alaqa nifoq masalasi deb qaradi, bu boshqa masala. Ammo o'g'ri deb qaralsa, qo'li kesiladigan masala chiqadi. Masalan, demak, o'zining ma'nosiga zohir dalolat qilgan. Lekin ba'zi afrodlarga ma'nosini tatbiqlashda shubhi xafilik tepilib qolgan har qanday bir lafzi, o'sha lafzi mushu shubhilik tepilib qolgan mushu afrodlarga nisbatan xafi hisoblanadi. Ben xafi degan shu, balkim tushuninglar uchun. Bunun iliqi asdab tug'abdir. Shar'iy yerlik qonunlar misollari intayin ko'p. Mushuning eng oshkorasining qatoridan jinoyatmi, xatolashmi degandek mushuni shu bilinadigan nurg'un gunoh bor hamda ishki labzininki o'zining tatbiq qilinishda masalan qaysi tatbiq qilinadi, qaysi to'g'ri keldi degandek intayin ko'p ishlar bor. Unda ba'zi qonunchilik gazetalarni ko'rib qolamiz. Qarab baqsaq ba'zi o'tkazgan jinoyatlarni xarakterini bekitishda bu jinoiy ishlarmi yo siyosiy ishmi degandek xarakterini bekitadigan bir ishlar bor ya, shunga o'xshagan bir ishlar intayin ko'p. Bu qolgan misollarni o'zinglar fiqh kitoblarini yoki boshqa yerda tatbiq qilsanglar bo'ladi. Endi yo'q, demak ham yuqoridagi biz so'zligini xafi. Xafilik dal afrodlarga tatbiq qilinishda yuz beradigan bir narsa hamda bir huquq, bir sifat. Mushu xafilikni qanday yo'qitdi desa, mushu xafilikni yo'qitishning yo'li o'simi mujtahidning bahsi ta'ammuli. Ya'ni mushu masalaning xarakteri mushu masalaga o'xshab qolsa, masalaning ayni hukm shu keladi, o'ziga oladi. Agar o'xshamay qolib qolsa, u ayni emas, hukm farqlanadi, uning berilgan had hududlar farqlanadi, muomala farqlanadi masalan. Ya'ni labzini mushu farqni o'ziga oladi. Mayli qaysi dalolat yo'llaridan bo'lsa, jiq dalolat yo'llarini o'qidik-ku biz bo'lsa, buni bu labzni yoki shu ma'noni shu labzning madallat mazmunlarining qatoridan qiladi. Undan keyin ma'noga shu labzning hukmlarini oladi masalan. Buningda xafilik yo'qaydi. Agar labzini buni o'z ichiga olmaydi, dalolat yo'llarining qaysi bir yo'lda bo'lmasa, hech qanday shakl o'z ichiga olmaydi desa, bu ma'noni labzning mazmunlarining qatoridan qilmaydi, uning hukmini yuqori degandek, agar nabboshni o'g'ri demasak qo'l kesilmaydi masalan. Mushtalam bahs qiladi mujtahid buni. Mana bu deydi.
Mujtahidlarning nazarlari farqli qiladigan ishlarning qatorida mujtahidlar o'zining mush masalalarga qaragan pozitsiyasiga qarab turib, tadbiqlanmaslik masalasi shu yerdan chiqadi. Shuningdek, ularning ba'zi imomlarning ba'zi nabboshni o'g'ri qildi. Ba'zini boshqalar o'g'ri qilmadi. O'g'ri qilganlar qo'lni kesdi, o'g'ri qilmaganlar qo'lni kesmaydi. Masalan, bularning ham ijtihoddagi marja'i manbasi mujmaqiy o'qitishda nima bo'lsa, hukmning illati, hikmatga qarab turib, illatga qarab turib, munojat qilgan vaqtda bizlar uyg'urcha ifodalaysak, xarakteriga qarab turib tadbiqlaydi endi. Va mushsahada kelgan naslarga qarab turib tadbiqlaydi. Mush ularning marja'i bo'ladi. Illat mapartda ko'proq tepilib qoladi. Ba'zida amaliy tepilgan bo'lmaydi. Mutahaqqaq fi'lini amaliy yo'q bo'ladi masalan. Yoki ma'ning hukmiga uch qo'zg'aga yana bir nas kelib qoladi degandek bir mo'ncha masalalar bor. Shuni qarab turib, zodi mushu lafzi an o'ziga olamdi, ammamdi. Asa hukmi biriladi, ammasi hukmi birilmaydi. Mushtabahs qilib yo'qotgan gap. Ma'u xafining masalasi. Endi ikkinchisi bugungi darsimizningki g'ayrivodihning ikkinchisi al-mushkil. Ya'ni mushkil degan nima desa, mushkil aslida lug'at ma'nosini aytsak qiyin gap degan gap. Bundaqa tushunish qiyin chiqadi. Ammo isloh ma'noda nima desa, usuliylarning islohida mushkildan maqsad o'zining siyg'isi bilan maqsadni dalolat qilmaydigan, balki shuningdan iroda qilingan mazmunni bayon qiladigan sir bir qarini kerak bo'lgan mandaq so'zni biz mushkil deymiz. Ammo qarini yana bahsi doirasida fi mutanawwal al-bahs degani bahs doirasida bo'ladi. Mush qaynini va ndog'anda bu yerda xafiy bilan mushkilning farqi xafida ta'ammul bahs qiladilar dedi kitobda. Ammo mushkilda bir qarini kerak dedi. Qarina. Ndog'anda ikkisining o'rtasidagi farq shunchalik bo'lishi mumkin. Maxfiylikni yo'qotishda. Bahsida xafida bahsi ijtihod dedi bas. Taraflarga qarab tadbiqlanmamda illat, hikmatga qarab, shariatning ruhiga qarab degandek masalalar. Ammo mushkilda masala sal kirish kerak, ya'ni sal murakkabroq. Ya'ni bu yerdagi ma'no uqumni muayyanlashtiradigan bir nima kerak, qarini kerak degandek bir uqum bor, qarin degan gap ortiq. Men intaynalik bir zil taraf bor. Ma xafiy bilan mushkilni oralashib ketadigan bir taraflar bor. Diqqat qilinglar. Xulosalasak, xafidagi maxfiylikning sababi so'zning o'zida emas. Diqqat qilinglar. Bizda do'qqo xafiyda so'z oshkora, aniq, ammo tadbiqdagi masala. Lekin ashu labzningki ba'zi afrodlarga tadbiqlanishga shubhidan bo'lgan tashqari anlatib beradi. Demak, tadbiqdagi masala. Ammo mushkildagi xafiylikning sababi so'zning o'zidan. Diqqat qilinglar, so'z o'zi ifodalamaydi. Ammo xafida so'zning o'zi ifodalaydi, tadbiqdagi masala. Xafida so'z oshkora, tadbiq chataq, tadbiqda gunguluq bor. Ammo mushkilda so'zning o'zidan gunguluq bor. Nimishqa o söz lug'atan birdan ko'p ma'noga tayinlanganligini hammadan bilamiz. Arab tilida bir so'zning bir qancha ma'nosi va ahvollar bor. Shunga o'xshash bir so'z kelib qoldi. Ma'noga ma'nosh ehtimoli bor, lekin ma jumlada cho'qim ikkisining bir surida ham tabiilan. Mishadagi qaysini olamiz, mush masala bizga nisbatan mushkil bo'ldi. Ya'ni murod, maqsadlik murod o'zidan tushunilmaydi. Yoki buningdan tushunilgan, bir narsadan tushunilgan mazmun, yana bir narsadan tushunilgan mazmun bilan zid kelib qolgan. Demak, mushkilning bizlarga oydinlashtirgan misoli ikki bo'ldi. Birisi, bir so'zning ma'nosi ko'p. Biz qaysi ma'noni olamiz? Ma'bir qilsa. Yana birisi, ma so'zdan chiqqan mazmun, ma nasdan, yana bir nasdan chiqqan mazmun bilan zid kelib qoldi. Ma mushkilning yana bir misoli. Ana paqayli. Ba'zida ishkollik, nasdagi ishkollik mushtarak labzdan bo'ladi. Bayatında do'qqo, arab tilidagi eng chong alohidalik so'zning ko'p ma'noligi. Ko'p ma'nolilik bo'lishini buni bizlar labz mushtarak deb qo'yamiz. Bir so'z xilma-xil ma'noda keladi. Ya'ni mushtarak labz, mushtarak so'z birdan ko'p ma'noga lug'atan tayinlanadi. Haqiqat majozning ustidan emas, lug'atan masalan, uning siyg'isida ashu tayinlangan ma'nolarning muayyan bir ma'no dalolat yo'q. Masalan, qaysi so'z iroda qildi, aniq muayyan uqum yo'q. O'g'anda cho'qim shu maqsadlik ma'noni muayyanlashtirgan sirt qarini kerak. Mushuq qarinini tepib, shu labzdan iroda qilingan ma'noni muayyanlashtirib bo'g'icha ma so'z mushkil. Ammo qarinini tepib, qarinining dalillarini tepib, maslashtirib, ma so'zning ma'noni iroda qilinadi deb bo'lgandan keyin söz nimaga aylanadi vaqtda mushkillikdan chiqib ketadigan gap, mushkillikdan. Masalan, Alloh subhanahu va taoloninki val mutallaqat
vel mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru degan so'zdagi al-qar'i degan lafzi. Mush lafzi lug'atda degani aslidillah töhri ve heyz üçün tayinlangan. Yani bunun iki xil ma'nosi var. Töhri ma'nosi var, heyz ma'nosi var. Depaqayli her ish mas qildi qanday. Taloq qilingan ayollar 3 quru saqlaydi deydi to'y qilish uchun. Töhri ma'nosi alsak 3 töhri, 3 qitim pakiz bo'lganda. Heyz ma'nosini alsak 3 qitim heyz ko'rganda. Ikkala xil ma'no lug'atan tayinlangan ma'no. Qaysini olamiz? Oyatning o'zida buning nisbatan hozircha ifoda yo'qmi? Quru degan so'zning o'zida ifoda yo'q. Lekin oyatning jumlasidagi oldi keyindagi qarinlarni qizib chiqib, zodi to'hri irodimi yoki hayz irodimi, shuni muayyallashtiramiz. Muayyallashtirishdan ilgari qari degan so'z mush oyatdagi mazmunni ifodalashda bizga nisbatan mushkil hisoblanadi. Ya'ni oyatda ikki ma'noning qaysi murod? Yani mutallaqa bo'lgan ayolning iddati 3 hayz bilan tugamdi yoki 3 to'hrilanmi? Mana buning o'zi mushkil bo'ladi. Ana o'zi buni ulamolar qanday bitirib qilgan desa, Imom Shafiy va bir qism mujtahidlar shu ko'z qarashga bordiki, oyatdagi qaridan maqsad to'hri maqsad. Qarina sonning ismining ayollik qilinganligi ham o'ylan bilamiz. 3 tun tortib 10 bo'lgan sonlarda son va keyingi sanalg'uchi erlik ayollikda ta'tir tanasib mangadi. Son erli ko'p qolsa, sanalg'uchi ayollik, son ayollik olib qolsa sanalg'usi erlik. Salasata quru, salasata deb tavg'anligi quru'ning muzakkarligining ifodasi. Lug'atan hayz muannas, to'hrinimo muzakkar. Ma nuqtadan salasatdagi tagi qarab turib lekanda quru'ni to'hri oladi. Chunki u lug'atan sanalg'uchining muzakkar ekanligini ifodalaydi. U o'zimi athar hayz emas. Mao Imom Shafiy bir qism mujtahidlarning ko'z qarashi. Ammo Hanafiy ulamolari va bir qism mujtahidlar shu ko'z qarash bordiki, oyatdagi qaridan maqsad hayz maqsad. Qariningiz dalil pakitingiz desa, qarinan birinchidan mao. Iddatning yo'l qo'yishning hikmati. Hammalar bilamiz, ayol kishi bir erdan ajrashgandan keyin yana bir qitim erga tegish uchun cho'qqum iddat tutadi. İddet tutuşning hikmetini ham bilamizki, iddet tutush o'zininki rahmisininki, ayolninki qusquda ilgirkeridan bola bormi yo'qmi? Ya'ni ayol ilgirkeridan homildarmi, homildar emasmi? Mushuni oydinlashtirish masala, nasab olishib ketmaslik uchun. Albatta, ayol kishining buyudi bormi, buyudi yo'qmi, buni biladigan narsa to'g'ri emas, hayz. Ma nuqtadan albatta hayz. Ya'ni iddatni mutallaqaga vojib qilishdagi hikmat onun rahmisininki hamilidan xoli ekanligini bilish. Albatta buni bizga bildiradigan narsa hech to'g'ri emas. Hech ko'rganlikka qarab, bu ayol homildor emas ekan deymiz inoqlar. Ma'noqdan hech bu bir. Ikkinchidan, wallahi ya'isna minal mahiz min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidna. Allah iddatning masalasini bayon qilib kelib, heyzdan ümid üzgen degeni ayollarningdagi heyz ko'maydigan, yosh cho'ngib ketgan ayollar. Wallahi lam yahidna ki yeshi kichik heyz ko'maganlar an ayni hisoblaydi. Fa'iddatuhunna 3. Mayda heyz ko'misi ayni hisob. Andoganda heyz ko'rib qolsa heyz hisob degan bo'ladi. Oyatning tabiiy chiqdi. Bu ikkinchi oyat, ikkinchi dalil. Ya'ni ma oyat deydi. Aylar bilan iddat tutishninki sababini hech ko'maslik qildi. Bu ta'tir ma'noda shuni ifodaladiki, asli iddat heyzdan bo'ladi. Al-i'tidad bil hayat hiddan mana ifodalaydi. Uchinchidan payg'ambar alayhisalom talaqul ama sintan. Dedekning taloqi 2. Iddatda 2 heyz dedi. Mana 2 heyz degan gapning o'zidan chiqdiki, her ayolning iddati 3 heyz. Yani bir yerde şunu aşkar keltirdi ki Resulullah dedekning illati heyzlan bo'ladi. Mana bu maqsad, aqaridan maqsad herning iddat tutishida heyz deganlik maqsad bo'ladi masalan. Şunun bayoni masalan. Yani dedekning iddatining heyzlan ekanligi herning iddatiga qaridan bo'lgan maqsadni bizga bayon qilib berdi masalan. Ammo alaqa sonning ismining muannas qilinib kelishi,
bu faqat ma'dudning lafzining muzakkaraga joy qilish uchun o'zini qariy shakl jihati lafz jihati muzakkara bo'lgan chiqqan sanni bu alaqa sanning muannas muzakkar keltirish ba'zi vaqtda aynan keladigan ahvollar masalan muzakkaraga muzakkar shaklda masalan lafz o'zi muannas bo'lib qolsa lafzi muzakkar bo'lib qolsa degandek shakl u cho'ng masala emas. Tamam. Anda olsa biz masalani boshqa bir qaytaraylik. Biz bayatın mushkalni ikki xil degan to'q. Birisi bir so'zning ikki xil, ikkidan ortiq ma'nosi bo'lib, mushu oyat yoki hadisda yoki mushu nasda shu so'zdan qaysi xil ma'no iroda qilinadi, mushu mushkal degan to'q. Agar qarina tepib, shu qarina ma so'zdan iroda qilingan ma'no ma deb muayyanlashtiruvgacha mush so'z shu ma'noga nisbatan mushkal bo'ldi. Ma bir xilda. Yana bir xil mushkalning ikkinchisi. Bayatning mushkal ikki xil dedik emasmi? Ikkinchi xil mushkal ma nasdan chiqqan ma'no yana bir nasdan chiqqan ma'no zid gap qolsa ma ikkinchi xil mushkaldi. Abtur buni davatudi. Ba'zida yana ikkinchi xil degani shu. Ba'zida mushkallik naslarning o'zaro birisi bilan zid gap qilishida paydo bo'ladi. Manasga zid gap qoldi. Mishan paydo bo'ladi. Ya'ni har nas alohida degani o'z oldiga, alahiddati degani o'z oldiga o'zining ma'nosiga dalolatı zohir bo'ladi. O'z dalolatida ishkallik degani ma'nosining ma'nosi aniq. Ma'nosining ma'nosi aniq. Lekin masala nima desa, walakinnal ishkal, lekin masala dal mushu naslarning o'tirini maslashtirish va jug'lashtirib bo'ladi. Ikkisini bir yerga ekansak zidlish. Masalan, qarab boqaylik. Misol ma asabaka min hasanatin faminalloh va ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sana yetgan yaxshilik Alloh tarafidan. Sana yetgan yomonlik o'zingdan. Tamam? Mazmuni intayin tushunishlik. Ammo yana bir oyatga qarab boqaylik. Qul kullu min indillah. Hammasi Allohdan, yaxshilik, yomonlik hammasi. Oyatda yaxshilik Allohdan, yomonlik o'zingizdan davatidi. Ma oyatda yaxshilik, yomonlik Allohdan davatidi. Bu qanday gap endi bu? Dal ma'u mushkal. Shunalaqa mushkalul Qur'on, mushkalul hadisda bir kitoblar bo'ladigan kasbi nima u desa, Qur'onning oyatlarining ichidagi bir-biriga ziddek tuyulib qolgan tushunishda. Hadislarning ichidagi bir-biridan ziddek gap qolgan, ko'rinib qolgan, mana masalani hal qiladigan kitoblar bo'ladi. Mushkal deganning ikkinchisi ma'u. Ondan başqa bir misal innalloha la ya'muru bil fahsha. Allah yomonlikni buyurmaydi deydi oyatda. Endi bir oyatda va iza aradna an nuhlika qaryatan. Biz bir kanatni vayron qilmoqchi bo'lsak, amarna mutrafiha. Biz uningki ichidagi kattvashlarni buyuruymiz, fafasaqu fiha. Yomonlik qiladi. Ma yomonlik qilishni buyurgandek. Oyatda Allah yomonlikni buyurmaydi. Miyada yomonlikni buyuruymiz. Biz buyuruymiz yomonlik qiladi deydi. Pas qilib deydi. Bu xuddi ziddetço. Bu mesela oyatning har bir oyatini o'z oldiga tushunsak, nayda aydın. Ammo ikki oyatni bir yerga kelsak, ikki hadisni bir yerga kelsak, ikkisini tushunishni masaladir. Mana ma'u ikkinchi xil nima mushkal. Buni qanday hal qilamiz unda desa, va tariqu li izalati ishkal al mushkal. Ya'ni mushkalning mushkalligini yo'qotishning yo'li dal ijtihad. Ya'ni mujtahid fa'ala al mujtahid bir nasda labzi mushtarak kelib qolsa, cho'qim qarinalar va shari tiklab bergan dalillar bilan ashu nasninki mushkalligini yo'qotishga va shu nasdan bo'lgan maqsadni muayyanlashtirishga qana qilishib izlanishi kerak, yetib kirishi kerak. Ya'ni shundaqla xuddi mujtahidlarning ijtihodidan oyatdagi qar'i degan labzidan bo'lgan maqsadni muayyanlashtirish bizga oydinlashgandek va ularning mushu muayyanlashtirishdagi nazar qarash yo'llarining muxtalif bo'lganligi muayyanlashgandek. Masalan, biz ko'rib o'tdik boyaliqi Shafiy mazhabidagilar va Hanafi mazhabidagilarningki qar'ining ma'nosini nima ekanligini detaylash ahvollarini. Undan boshqa birinchi xil mushkalning masalasi ma'u. Ikkinchi xil mushkalning bir mucha naskal iza waradat nusus. Nasla kelib qolsa, bu naslarning zohirisi o'zaro bir-biriga zid va qarshi. Ammo shunda bir gapni askarish to'g'ri kelib qoladi. Qur'onning ichida bir-biriga zid oyat yo'q. Shunga aloqa ziddek ko'rinsa deb manda ifodalaymiz. Hadislarning sahih hadislarning ichida bir-biriga zid qiladigan ahvol yo'q. Ziddek ko'rinadi. Tushunmaslik tushunishlik masala. Shunga optimiyat deyotdi. Zohirisi taxoluf, o'zaro qarshilik va ta'aruz zidlik mundaq nasla kelib qolsa, mujtahidmi bu naslarni o ikisining o'tirini maslashtiradigan shaklda, to'g'ri shaklda ta'vil qilishi kerak va uning zohirisidagi ixtilofni yo'qotish kerak. Endi mujtahidning mushkil ta'vildagi yetakchisi
başqa narsalar, shariatning umumiy qoidalari yoki bo'lmasa tashri'ning hikmati yoki maqsad shariat degandek bir omillar va taraflar va shu taraflarga qarab turib qana qilsa bo'ladi, itoat qilsa bo'ladi. Al-muhim bugungi dars tushunmoqchi bo'lgan narsa mushkil degan yuqoridagi ikki tur. Bir so'zning ikki xil ma'nosi va mushu narsada mushu so'zning qaysi xil ma'nosi iroda. Mushkil. Ikki narsdan ikki xil ma'no chiqdi, biriga kelsak zid gap qoldi bizning tushunchimizda. Mushkil, mana ma'o mushkil bo'ldi. Ma mushkildan maqsad ma. Endi g'ayrivodihning uchinchisi mujmal. Uyg'urda mujmalda bir gap bor va shu hukmdagi gap. Endi usuliylarning istilohidagi mujmaldan maqsad nima desa, uningdan bo'lgan maqsadni o'zining siyg'isida ifodalamaydigan, buning ma'no o'zidan chiqmaydi. Lekin labzi olsun yoki hali olsun bunu bayon qilgan qarinimi yo'q. Qarinimi yo'q. Mana bu qas mujmal. Buningdagi xafilikning sababi labzi yo'ludi, ari sirtin kelgan emas. Shu so'zning o'zida. Masalan deyli, bu nima degan gap desa, hammanglar bilasizlar. Islom kelishdan ilgari bir jamiyat bor, normal. So'zlayotgan, so'zlashayotgan, paranglashayotgan, ma so'zni amana ishlatayotgan bir jamiyat bor. Islom kelgandan keyin nurg'un yangi atalg'ularni paydo qildi. Burun ishlatayotgan atalg'ularga boshqacha tushuncha edi. Endi shu yangi atalg'u bizga nisbatan bir nima bo'ladi, mujmal bo'ladi. Endi bizlarga kichik vaqtimizdan tortib diniy ayolda cho'ngib dini ta'lim tarbiya bilan o'sib yetilib qolgan mana bizga tunishlik tuyuladi. Yani hozir agar buning sizlarga nisbatan bir misollash to'g'ri kelib qolsa, yangi chiqayotgan yangi fan texnika binasiri va atalg'ular va bu atalg'ular yangi chiqqan vaqtdan biz ba'zi narsalarni tushunmaymiz masalan. Masalan deyli, kompyuter yangi chiqqan vaqtda mouse bir tizginak bor-ku. Mousening o'zining lug'at ma'nosini so'rab qilsak, inglizcha chashqan degan gap hamda bu. Ama bunu çaşqan desek bu tushunilmaydi. Bu qana narsa desa, kompyuterni kontrol qiladigan narsa. Masalan, shunga o'xshagan narsa. Telefon chiqishidan ilgari telefonga atalg'i yo'q. Telefon chiqqan degan nima telefon? Shuni tushuntirishdan ilgari mush atalg'i mujmal. Shunga o'xshagan masalan, islom kelib namoz degan atalg'idan birini o'tirib qo'ydi. Bundan ilgari namoz o'qimaydi hamda xalq. Zakat degan atalg'ini qo'ydi. Zakat degan asli buni bo'g'izlash, pokizlash degan ma'noda masalan. Savm degan atalg'ini qo'ydi masalan, haj degan atalg'ini qo'ydi. Lekin buni tushunmaydi hech kim. Payg'ambar alayhisalom sallu kama ra'aytumuni usalli tushundirdi. Xuzu anni manasikakum tushundirdi masalan. Mana yo'llar bilan tushundirdi. Dal ashunga o'xshagan so'zlar. Ya'ni o'zidan o'zga tushunilmaydigan. Tamomini qarinimi yo'q. Masalan, sözün uzla məxfilik olğan, mujmallik olğan sözlər mujmali hesablanır. Bununla muşunu təfsili bayan qıladığan təfsilat bayanlar kəlgəndiyin ki, an müfəssərə aylanırdı məsələn. Yəni, şari özünün lüğət mənisindən yötkəb, şəri'i xas istilahi mənaları bəlgiləyən bir xil əlfazlar var. Həmmisi mujmaldan qatardır. Məsələn, salat ləbzi, zakat ləbzi, siyam, hac, riba. Ondan başqa şari onundan deydi. Lüğət mənisini emas, xas şəri'i mənisini iradə qılğan hər qandaq söz bizə nisbətən nə buluyordu? Mujmal buluyordu. Şu mujmal degan şu. Məsələn, şu bayatımız mujmal degan sözlərdən bir ləbzi şəri'i nəsdə gəlib qapdı. Məsələn, aqimus salat depdi. Salat kana mujmalan. Bunu mujmal deb qaraymiz. Hatta yufassirahu şari' nafsu. Şari'nin özü şunu izohlab bergan qadarki Payg'ambar alayhisalom sallu kama ra'aytumuni usalli deb sahabalarga to'liq namozlarni billa o'qib, 5 vaqt o'qib, tushuntirib munaqib bo'lganga qadar shu so'z bizga nisbatan nima mujmal. Shunlashqa amali, qavli hadislar salatni tafsir qildi, tafsir qilib keldi, arkonlarini bayon qilib keldi, shartlarini bayon qilib keldi, hay'atlarini bayon qilib keldi. Masalan, Peygamber sallam dedi kama sallu kama ra'aytum usalli dedi. Resulullah zakatni tafsir qildi, siyomni tafsir qildi, hajni tafsir qildi, jazonini tafsir qildi. Qur'oni Karim nasrida mujmal shaklda kelgan narsaning hammini qana qildi, tafsir qildi. Buninglarning hammasi mujmal. Mujmal tafsir qilinishdan ilgari mujmal tafsir qilinib bo'lgandan, shariat tarafidan tafsir qilinib bo'lgandan keyin biz oldingi darsimizda o'qigan mufassir degani shu. Nesning o'zi xos ma'no bilan tafsir qilgan yot so'zlarni mujmaldan qatardi. Ma bir mujmal bo'lib qolsa, hozir ikkinchi mujmal. Ya'ni nesning o'zi tafsir qilib masalan deylik Qur'oni Karimda al-qari'a tushunmaydi uni. Qur'on o'zi so'rayotdi al-qari'a. Deb bo'lib, "Va ma adraka mal-qari'a?"
Sen bilmeyiz demekçemdi. Ne bilettin sen de bilmeyiz sen demekçi. Bu manda ahval bu. Qariya degan yevme yekunun nas kel farashil mabsus. Kur'an özü izahıdır. İzahlaşın ilgili mujmal. Halu mesela innel insan khuliqa halu'a. İnsan halu yaratıldı. Ne mu halu? Bunun izahatı ma o? İza messehu şerru cezu'a. Yamanlık etip berse qattiq ahba. Bundalık qaqşap ketdi demekçemdi. Ve izâ messâhul hayru menû'a. Eğer onu yaxşılık yetse, onda gadiyip gidip, xəxtqı bir nəsə bəyənməydi, ya ki, həmini üzəmnindəydi bunlarla bir xil məğrur olmuş aləti. Demək ki, həlu digənini keyindeki işkayət izahlıdır. İzahlaşın ilgili həlu, özgü nisbətən mücməl. Xalas. Qağan misallarının həmməsi yerli qanunlarını əkəbdi, biz ütüb kessək burudu. Xulas kəlamı kirəyilə, fəkullu ləvzin, hər qana bir söz bulup, məna onundan, özdün düşünülmese, yani onun bir mənadan köp mənağı teyillengelliği tüpeyle sebeplik düşünülmese. İzâ haffet bihi qarâin, qarinle onu koruşursa, şu qarinle ölen, onundan boğan məqsədini müəyyənləştirişke yetkili buluş mümkün bolsa, fəhvəl müşkel. Bayat müşkellidik bu ne? Bu bir. Müşkelinin mənisi ma o. Her qanda bir lafzı bulup, məqsəd üzdün düşünülmedi. Ve onu, şunu olan onundan məqsədini düşünüşke yetkili olduğun qayını mı koruşmadı? Demek qayını mı yok? Qayını bulap, qayını tanıyıp tükensek, müşkel. Qayını mı yok hem de? Qana qılmız dese, aşağırının üzü çöndürüdü bunu. Manda olup qalsın, o mücməl. Qarini bolsa, qarini qarab çöngül olsa, müşkel. Qarini mi yok? Biz düşünenmeyimiz. Fakat şarı üzü çöndürüdü olup qalsa, manda qılapsi mücməl olurdu. Endi sözünün ki, mücməl olup qalışının sebebi, ya o söz, onun mənlərinin birini müəyyənləştirdiğin qarini özüge almağın, koruşmağın, bir müşterek lafzlardan boğanlıq, ya ki şarı onundan lügat mənisinden başka xas bir mənini irade kılgan söz, ya ki olmasa garabetul lafzideki sözünü yat söz, bizge nispeten yat söz. Onundan muratның gumuz olup qalış qatarlıq muş noktalarının hamısı sözünün mücməl olup qalışının sebebi muş boyunca ayrılsak olur. Her halda yukarıdaki 3 sebeplerden qaysi bir sebepler mücməl olsa, mesela o alaqı qarinisi yok, müşterek olsun, ya ki şarı onundan lügat mənisinden başka bir mənanı irade kılgan bolsun, ya ki lafzının mənası yatıp qalğan şekildeki qaysı bolsun, çıxıb yukarıdaki 3 sebepten bir sebeple mücməl olup qalğan sözünü bayan qılışqa, icmalıq yoxtuşqa yol yok. Onundan məqsədini təfsir qılışqa yol yok. İlla ki şarının, icmal gəlib türgən şarının üzgün orar. Mişyədə bir noktada diqqət qılanlar, mücməl bilən müştereknin en çoğun farkı, müşterek de müctehid bir taraf qıla alaydı. Müşkelinin ki tutuqluq ne? Müşkeldeki məxfiçilik ne? Müşkeldeki okumsuzluq ne? Müctehid bir taraf qıla alaydı. Çünkü müctehid bir taraf qıldığanğa delil paketler var, qarinlər var. Amma faqat bizge yol qoymağan, qarini qoymağan, biz hal qilish çaremiz yok. Onu çöndürüş amalimiz yok sözle, mücməl. Mücməldən müşkelinin farkı, müşkelinin müctehid bir taraf qıla alaydı, çöndürə alaydı, mücməlini şarinin özü çöndürüdü. Şu an durumda atıdı. Çünkü şari özünün məqsədini mübəhəmləşdirib qoyğan, o məqsədini nə bir ləbzi siği ölən, nə sırt bir qayını ölən ifadələr bəyənməyini şarinin özü şu. Anda oğandan ki, özü mübəhəm kəltügən nəzə bayan qılışda, dəl şu şarinin özüge müracaat qılındığın gəl. Məsələn, o. Xoş, əmdə şaritin mücməlgə bir bayan sadır olsa, bu bayan vafiqati keskin bayan bolsa, şu bayan bilen mücmel müfessirinin qatarını buldu, biz aldığını dərəz sözlüğünümüzdək. Mesela el-qari'a, mel-qari'a depolup yevme yekunun nas kel farashil mabsus. Boldu. El-qari'a nime gaylandı hazır? Müfessir gaylandı. Aqimus salat. Peygamber Aleyhisselam namazını bayan kıldı. Müfessir gaylandı. Atuz zakat. Resulullah zakatını bayan kıldı. Müfessir gaylandı. Ve lillahi alen nas haccul beyt. Müfessir gaylandı mesela. Yani zakat, salat, hac ve ondan başkalarının tefsili sadır olan bayanı oxşar mesela bunlar hemmisi ma bayandan kin müfessir qaylandı. Mücmel pette qamaqlıq. Endi şariatning o'zidan mücmel bir bayandan birisi sadır oldu. Lekin ma bayan icmallıqni yo'qotishga yetmaydi endi. Bayan bor, lekin icmallıqni yo'qotmaydi bo'lib qolsa, ma bayan bilan mücmel
Ma bayan bilen ma mujmal mushkelning. Yani demek çoğuna asli mujmal deganni mujtahid mi tushunmaydi. Allah o'zini shari o'zi tushunib qo'yish kerak. Lekin shari tushundidi, to'liq tushunilmadi. Yani onu ma'lum darajada yengillashtirdi. Yani mujtahid tushunadigan yerga apadi. To'liq tushunilmasa-mu mujtahid tushunadigan yerga apadi bo'lib qolsa, bu vaqtda ashu bayon bilan men mujmal nimaga aylanudamdi? Mushkalga aylanudamdi. Bir daraja qana qiladi, to'y yengillaydigan gapda. Yani bahsi ijtihodning, uning mushkalligini yo'qotishga bahsi ijtihodning yo'li qana qilib ochildi. Uning bayonini shariatga murojaat qilish qaytib qoldi. Chunki shari uni nimalikdan ko'tarib berdi hozir bizga mujmallikdan mushkallik darajasiga olib berdi. Mushkalni mujtahid bir taraf qila oladi. Chunki shari o'zi ijmal keltirgan, mubham keltirgan mazmunni azroq bayon qiladi. Ba'zi tabiinligini azroq bayon qiladi. Shek ta'ammul ijtihod bilan bayon qilishga ochildi. Qog'ini mujtahidga qoldi. Masalan deyli, ribo desak, riboning o'zi Qur'oni Karimda mujmal. Ribo lug'at ma'noda o'sgan degan ma'noda. Qur'on buni ishlatdi. Bu tushunish mujmalamdi bu. Endi buni payg'ambar alayhisolatu vasallam 6 dona riboviy mol kelgan halqa hadislar bizga to'liq emas, yerim izohlab berdi. Az-zahabu biz-zahab, wal-fiddatu bil-fidda, wal-burru bil-burr, wash-sha'iru bish-sha'ir, wal-milhu bil-milh, wat-tamru bit-tamr. Meselen bi meselen, yani mislen bi mislen, savaen bi savain, yeden bi yeden, diğer hadis arqali bunda şekli, qismiy shaklda bayon qilib berdi. Buning bilan to'liq jazoni echilmaydi. Lekin har holda cho'ngilolmaydigan mujmal darajasini tushitib, mujtahid endi mush olti moldiki o'rtaq bir illatni, o'rtaq bir nuqtani tepib chiqib, shu nuqtalarga to'g'ri kelganlar jazoni, to'g'ri kelmagan jazoni emas deb ayiradigan yerga ekib berdi. Mana da mujmal mushkalning qatoriga kirdi. Endi masala mujtahidga qoldi. Lekin ma bayon vafi emas. Chunki u jazonini to'liq o'ziga olmadi. Ammo mushu bayon bilan jazoni shuningda bo'ladigan narsalarning bayonining ishga bayon qilish uchun ishi qanday qildi echildi. Ya'ni hadis kelgan narsalarga qiyos qilib turib. Masalan, shunga o'xshagan masala. Xo'sh, shuning bilan kitobimizdagi G'ayrul Vodihning 3-qismi mujmal tugadi. 4-qismi mutashabih. Usulullohning islohida mutashabih degan maqsad nima desa, shu labzdan bo'lgan maqsadni uning siyg'isining o'zi ifodalanmaydigan, ya'ni so'zning o'zidan ma'no chiqmaydigan, tushunilmaydigan. Va yak uni bayon qiladigan sifat qarinimi yo'q. Andigan shari'mi tushundimaganki, shari uni o'zining ilmiga tanlaganligini, o o'zining Allohning xos ilmi qilayotganini bandalar o'qimaydigan. Yani felem yufassiru, onu izahlamagan mandaq sözler mutashabih. Ben dersinin başında tushundim, mutashabihlar asasen bendening idrakatıdan halıq ketken, gayb münasebetlik, mesela surelerin başındaki elif, lam, mim, muqata mesela. Amanda mesela hammasi nima hisoblanadi? Mutashabih. Mutashabih oyatlarga nisbatan biz iymon etishimiz vojib. Shu bo'yicha do'zax qabrda azob bor desa, azob bor deb tushunish vojib. Qanday azobba bu tupuning ichida qanday o't kuyidi, biz yo ichib baqsaq o'tamiz degandek bunda hukmlarni so'z qilmaymiz masalan, chunki bu mutashabihning idrokatimizning oshqa ishlar. Bizning dinimiz dal ashu aqida ishlovlan andin. G'aybiy aqidalar din. G'aybiy aqida bo'lmagan har qanday din bo'lmaydi. Mutashabih ma'no bilan teşri'i neslerdə onun heç nəsə teşri degəni əhkam nəslidir. Çünki əhkam deyə başlağı halal haram hökm məsələsi. Çəngilonmaydı deyə Allah'sı da çəngilonmaydığı hökm olmaydı. Yəni əhkam ayətlərdə, əhkam hədislərdə ləfz-i mutashabih tepilmaydı. Yəni onun məqsədini biliş mümkün olmagan. Faqatlam başqa urullarda tepildi. Məsələn, bəzi surələrin başındakı huruf muqata, üzük, alif hərflərə oxşaş, alif, lam, mim, qaf, sad, ha, mim degəndək. Ondan başqa bir qism ayətlər var ki, bunun zahirisi Allah özünün xalqına oxşar. Məsələn, quluva, küzuva, ornuva degəndək. Məsələn, bunda Allah üzgə bendler işiltidiğen sözden işiltip koygan ruhullah var. Mesela yedullahi fevqa eydihim de vesna'il fulke bi'a'yunina ve vahyina de ma yekunu min necva thalathan illa huve rabi'uhum ve la khamsan illa huve sadisuhum ve la edna min zalik ve la ekter illa huve ma'ahum eynema kanu.
Allah ola billa deb xudalaqi ma'adatda o'zaro bir ishlatilsa ishkilan billa turimiz emasmi? Mana iboratlar Allah ishlatilib qo'ygan vallohu. Bu yerdaqa Qur'oni Karimdagi eng chong aqida prinsipimiz Rasululloh kemisli shay. Mana o'qitib biz hergiz mening qulamga o'xshash qo'l bor demaymiz, qattiq ko'zimga o'xshash ko'z bor demaymiz tabii. Qanday bor desa, bu bizning idrokatimizning siri, chunki u Xoliq. Bizlarga atrofimizdagi nurg'un mahluqlarning biz ishlatayotgan atalg'ularni ifodalayotgan taraflarini tushunmayotgan yerda Xoliq albatta biz yiroq turishga tegishli bir tema. Demak, basurlarning beshidagi muqatta hijoiya harflariga kelsak, ularning bo'lgan maqsadini o'zi ifodalamaydi. Mufassirlar tafsir qilmaydi. Alloh o'z irodasini ham tafsir qilmaydi. Alloh o'zining maqsadini o'zi obdan bo'ladi. Shuni bular hammasi mutashabih hisob. Ya'ni shuningdek zohir esa Xoliqni maxluqqa tashbih o'xshatib qo'yishni vahmlanib qo'ygan oyatlarmi buningdan uning lug'at alfozlarining ma'nosini tushunish mumkin emas. Chunki Alloh subhanahu va taolo bandiga o'xshaydigan, o'zining xalqiga o'xshaydigan qo'l, ko'z, makon va xalqqa o'xshaydigan har qanday narsadan xoli. Chunki Allohning eng chong Alloh babidagi eng chong aqida laysa kamislihi shay va huwas samiul basir. Endi shari shu xildagi oyatlardan o'z iroda bizga bayon qilib bermadi. Alloh o'zining maqsadini obdan biladi. Mana bu mutashabihning ma'nosiga salatlarning nimasi ra'yi. Bular Allohga buning ilmini tafviz qiladi, Allohga topshiradi, imo etadi uningga, ishonadi. Uning bahs haqida, uning ta'vili haqida, tushundirish haqida bahs qilmaydi. Mush eng aslam yo'l. Ammo xalaflarning yo'liga kelsak, mushoyatlarda buning zohirisi mustahil. Qulvatsi qanday qullamdi Allohning nauzubillah deb bunda. Chunki Allohning quli yo'q, ko'zi yo'q, makoni yo'q. Zahirsi mustahil bo'lgan narsaning hammasining irodasi mustahil. Unda o'g'anda bu ta'vil qilinish kerak. Ma zohir ma'nodan qaytarilish kerak. Bundan boshqa ma'no, labzi ehtimol qiladigan majaz yo'ldan bo'lsinmi va xoliqni maxluqqa tashbih qilish bo'lmaydigan boshqa ma'noda qilinish kerak. Unda o'g'anda yadullohi fawqa aydihimdan Allohning qudrati maqsad, ya'ni Allohning qudratlarining ustida. Vasna'il fulka bi ayuna degan ayundan bizning ko'z oldimizda degan gap bizning ko'ngil bilishimizda, bizning ihotimizda, bizning qo'rishimizda masalan ma yakunu min najwa thalathatin degandan Alloh subhanahu va taolo pishirishayotgan, paranglashayotgan hamma kishilar bilan o'z ilmi ihatasi bilan billa hammani bilib turadi degan manda hukmlar olamizda ta'vil qiladi. Salaflar maqsadni, uningdan bo'lgan muddaoni, mohiyatni Allohga topshiradi. Biz uqmaymiz deydi. Xalaflar ta'vil qiladi. Mushu bo'yicha har holda her ishkilisi oyatlarning mohiyatiga kirmaydi. Chunki yuqoridagi mazmunlarning mohiyati insonning idrokotidan yuqori bir holat. Ikkala taraf buni o'zining uslubi bilan hal qilgan. Mavla Allohga topshirgan. Bas bilan demaymiz deb. Mavla ta'vil qilgan. Lekin har ishkilisi shunday ittifoqki haqiqatiga, mohiyatiga kirmagan har ishkilisi. Ya'ni qulvatsa qanday qulvat degan babga kirmagan masalan. İşkilisi. Onu bu mutashabih hududu. Endi mavrundaki salaflar bilan xalaflarning o'tiridagi ixtilofning paydo bo'lish sababi, paydo bo'lish manbasiga kelsak, bular mutashabihatlar haqidagi Alloh subhanahu va taoloning tuvanlik so'zidagi bir qiroatli bir ixtilof bor. Masalan, avval mushaqdagi oyatlarni o'qib boqaylik. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. مش هذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله. بيدا شكل قراءته. برس إلا الله والراسخون ده. وقت كما يقولون. يعني برس إلا الله ده تقطيدغان. مش قراءة الله مثل çıkan. Anlayla kanen. Kimki degani ikki mazhabning qaysi birisi vaqfini lafzul jalolaga qilsa, illalloh deb to'xtasa, bu deydi-ki, mutashabihni ta'vil faqat Alloh biladi. Va ma ya'lamu ta'vilahu illalloh, Alloh bilan biladi. Biz uning imoyatimiz, uning ilmini Allohga tafviz qilamiz, uning ta'vili haqida bahs qilmaymiz. Mavlning ko'z qarashi. Ammo vaqfini va rasikhuna fil ilmi de qilib, va ma ya'lamu ta'vilahu illalloh va rasikhuna fil ilm de qilgan bo'lsa, bunda oyatlarning ta'vilatini Alloh biladi va ilmda kamolat yetganlar biladi. Xuddi yetning maqsadi u yetamas o. Yetdin maqsad qudrat maqsad. Xuddi u qo'lini nega sunsu shayga yetadi degan gap bilan qudratni ifodalaydi. Bizning til qo'mida ulamalar mushtaq bahs qilib chiqamiz. Biladi deydi Mavla. Ya'ni bular ta'vilni biladi degani labza ehtimol qiladigan yana bir ma'noni iroda qilish orqali deydi. Bu ikkilar nima ittifoq desa, xoliqni maxluqqa o'xshatishdan poklashdi ittifoq degani. Esingizda bo'lsin,
meyli selef halab bolsun, ma meseleden intayin sağlam çıkıp ketken. Yani Allah'ni mahlukka okşatmagan her işkilisi üzünün uslubu bilen. وَالَّذِي يَزْهَرُ لِي أَنَّهُ الْحَقِّ. Yani Abdur yukarıdaki selefler bilen halaflarning o'rtadagi ixtilofdan o'zining kallasida yoki o'zining nazarida to'g'ri deb qaragan tarafini o'tirib qo'yg'isi keldi. Ya'ni davatida menga haq ekanligi oshkor bo'lgan taraf nima desa, Qur'oni Karimdagi mutashabihatlarni mushtabihat shubhilik deb tafsir qilish. Ya'ni shubhilik deganimiz ehtimollik. Bu qanday ehtimollik desa, buning ehtimolligi ta'vilda ixtilof qilishga soha buladigan ehtimollikki, buningni qanday qilsak bo'ladi? Bir kengashlik bu bizga nisbatan. Buningga kirsak bo'ladi degandek hukm. Anglab boqaylik. Bu mutashabihatlar muhkamatga qarshi keladiki, muhkamatlarning iborati puxta, shubhilardan saqlangan, ta'vilga ehtimollar. Ya'ni muhkamat shunda ro'shan. Ya'ni uni ikkinchi qatam ixtilof qilolmaydi unda. Onun izohatiga qaytadan kirgil olmaydi. Ammo mutashabihatning mushtabihat ya'ni ehtimollik oyatlar deb kelib ehtimol qiladigan taraflar bilan tafsir qilsak bo'ladi deydi Abdur. Buningga asosan Qur'oni Karimda uningdan maqsadni bilishga yo'l yo'q, narsa yo'q. Unda Abdurning nazari bo'yicha mutashabihatlarning hammani ehtimol qiladigan yo'llar bilan tafsir qilsa bo'ladi. Ammo bir nuqtasi oldi bo'lsin, kim bo'lsin xaliqni, maxluq o'xshatadigan yerga qat'iy yaqinlashmaydi. Mavla yaqinlashmaslikqa bana izlayotganlar. Salaflar ash yaqinlashmaslikqa Allohga tavbiz qilishdan qutulgan bo'lsa, xalaflar ta'vil qilishdan qutulgan. An Abdurmush ta'vil bobiga sal yaqinroq taqiladi, ha. Faqatlam Qur'oni Karimda qanday alfaz bor desa, o'zidan bo'lgan maqsadni o'zi shubhisiz, ta'vil ixtilofga ehtimol kelmay ifodalaydigan alfazlarmi bor? Bularni muhkamat deymiz. Ya'ni Qur'oni Karimda bir ma'noni ifodalaydigan, o'sha ma'nodan uni g'ayr-iroda qilish ehtimol bo'lgan alfazlar bor. Mana mutashabihat yana. Mana ma'vo dal bahs ijtihod sohasi nimishqa ehtimollikni yo'qotish, maqsadni muayyanlashtirish uchun. Ya'ni Qur'oni Karimda uningdan bo'lgan maqsadni o'zi ifodalamaydigan, lekin uni shari qarinalar bilan qo'rishgan, uningga bayonni o'zi iroda qilgan narsani tafsir qilib turgan bayonni qo'shqanlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni o'ylanish, vaznasiyat qabul qilish uchun tushadi. Qandoqmi Alloh subhanahu va taolaning oyatlarida uni mutlaq tushunishga yo'l olmagan taraflar bo'lsin. Endi suralarning ba'zining avvalidagi muqattaat uzuk harflarga kelsak, bular Qur'oni Karim kishilarning ojiz qilgan Qur'oni Karim ularning harfidan tashkillangan, qanaq turib ularning yot harfdan emas deganlik nuqsin kelgan. Shuningga mushu uzuk harflar bilan boshlangan suralarning ko'pinchisi mushu harflarni bayon qilib bo'lgan degan kitobni tilga elish, kitobning zikri shunlarda kelgan deb qaraladi. Deb Abdur xulosalasak xalaflarningki fikriga bog'liqligini bizga puratdi. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Biz bugungi darsimizda oldingi darsimizning dal aksi, ya'ni vadihu dalalaning aksi, g'ayri vadihu dalalani tugatdik. Xuddi vadihu dalala 4 martabaga, 4 darajaga bilanganga o'xshash g'ayri vadihu dalalarni 4 ga bo'linadi. Buning birinchisi xafiy, ikkinchisi mushkal, uchinchisi mujmal, to'rtinchisi mutashabih. Shuning bilan darsimiz oxirlashdi. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.